Tayvan dairələri iyun ayında aralının dəniz təvəllükdə hərəkət qılıyatqan Xitayğa təvə paraxotlarının görünərlik köpəygənligini, Xitayның məqsədinin faqat dəniz qatnışını to'salğığa uçurtishla emas, balki savdo paraxotlarının portlarga kirishini to'sib, Tayvanның ta'minot liniyalarini üzüb tashlashga urinish ekanligini aytdi. Bu yerdagi jadal mojaromi yana shu birinchi kundagidek qiziq holatda turyapti. Amerika prezidenti Donald Trump 2020 yildagi prezidentlik saylamiga Xitoyning uchur o'g'irlash orqali qo'l tiqqanligini, 220 million Amerika fuqarosining shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlaganligini, buni isbotlaydigan hujjat borligini ilgari surdi. Va oldimizdagi 3-noyabrda orliq saylamning 3-noyabrdagi Amerikada o'tkaziladigan bu orliq saylamning bexatarligining muhimligi haqida ogohlantirdi. Xitoy bo'lsa beshamlachi buni inkor qildi-ku. Lekin Trump men agar zarur bo'lsa dalil isbotlarning hammasini oshkorlab o'taman deb Xitoyga, ya'ni buni men havodan suvdan gap qilmayapman degan shaklda o'tirib qo'ydi.